Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda professional kemping svarka apparatlarimizda qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Bungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beriladi. Impulse brendidan professional kemping svarishni apparatimiz NBS 400 variantda do'konimizga yetib kelgan 220 volt tokka ishlaydigan apparatimiz bo'ladi. Professional 400 ampergacha bo'lgan kemping svarkani amperajlarini bemalol ko'tarib beraveradi. Ko'rib turgan datchiklaringda amperajlarini legirovka qilib bemalol foydalanaverasizlar. Bu datchiklarda bo'lsa o'zini voltlarini ko'rsatib turish xususiyatiga ega bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin o'zini amperajlarini, voltlarini, simlarini, tezligini bemalol quloqchalarda legirovka qilib foydalansalaring bo'ladi. Bu tugmachasi sim chiqaradigan tugmachasi bo'ladi. O'zini kemping hamda massa kabellari tushadigan joylari juda ham mustahkam qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Apparatimiz 220 volt tokka ishlaydi. 15 kilogrammgacha bo'lgan simlarimizni bemalol eritaveradi hamda 0.8 lik birlik simlarimiz bemalol eritib berishga quvvati yetadi. Bundan tashqari mana 380 volt tokka ishlaydigan Impulse brendidan MIG 400 Pro variantidan ham olib kelib qo'yganmiz. Apparatimiz universal variantda kemping hamda elektrod eritishga mo'ljallangan bo'ladi. Ikkitasi bittalik variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Apparatimizda ham amperajlarini, voltlarini bemalol legirovkalarini qilib foydalanaverasizlar. Kemping hamda elektrod eritish funksiyalarini mana shu tugmachasidan o'zgartirib foydalansalaring bo'ladi. Impulse brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan professional 3 faza tokka ishlaydigan kemping svarka apparatimiz bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu kemping svarka apparatlarimizning narxlarini bilmoqchi bo'lsalaring, kommentariyaga narx so'zini yozib ketaverasizlar. O'zimiz sizlarga aloqaga chiqib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Hamda o'tgan safargi video obzorlarimizda kommentariyasiga Lochinbek akamiz yozgan ekanlar, Impulse brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan QT40 plazma svarka apparatingizda video obzorini qilib bering deb, aka mana o'sha svarka apparatimizda sizga video obzorlarini qilib beryapmiz. Eslatib o'tamiz, kommentariyalarga qanaqa svarichni apparati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozaveringlar. Qo'ldan kelgancha bemalol sizlarga video obzorlarini qilib beramiz, ma'lumotlarini, narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Impulse brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan QT40 modelga tegishli plazma apparatimiz. Apparatimiz 1,5 sm gacha bo'lgan listlarimizni bemalol kesib beraveradi. O'zini datchiklari mavjud bo'lmaydi, amperajlarini quloqchalarida bemalol legirovka qilib foydalanaverasizlar. O'chirib yoqadigan klutchatorlari. Apparatimizga e'tibor beramiz. Inventorli pastoklarga ishlaydigan apparatimiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, $250 bo'ladi. Agarda kanalimizga podpiska bosgan bo'lsalaring, arzon narxlarda qilib beramiz. O'zini ichidan chiqadigan narsalari ko'rishlaring mumkin. Plazma derjaklari, massa kabellari hamda plazma derjaklari uchun o'zini nasatkalari chiqadi alohida, hamda gaz uladigan joylarini zapchas alohida nasatkalari ham chiqadi. Apparatimizning muhimi garantiya qog'ozlari mavjud bo'ladi. Garantiyalariga 1 yilgacha garantiya yozib beriladi. 1 yil ichida qanaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Va o'zini filtrlari pokovka ko'rinishda chiqadi, alohida sotib olingizlar. Shularni qo'shib beramiz. Kimga shunaqa svarichni apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud, aloqaga chiqishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Kelib bemalol arzon narxlarda xarid qilaverasizlar.